Navbatdagi xonadonimizga PowerTech 330L avtomatikasini o'rnatib berdik. Bu avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Скоростной и бесшумный avtomatika. Avtomatikamiz usti qismlari silindrichkachasida nержавейкаdan qilingan. Motor qismi, motorlarni ushlab turish qismi bronzadan qilingan. Kranshtaynlari antikovniy metal. Juda sifatli, качественный avtomatika. Avtomatikamiz bemalol 3 metrdan 6 metrgacha bo'lgan darvozalarni ochib yopa oladi. 130 gradusgacha ocha oladi. Misol 4 metrli darvozani bemalol 130 gradusgacha ocha oladi. Avtomatikamiz бесшумный ishlaydi, препятствие funksiyasi bor, голосовой управленияsi bor, umumniy domga qo'shsak bo'ladi. Bu xonadonimizning avtomatikasini umumniy domga qo'shib berdik. Shu голосовой управленияda o'zlari xohlagan xola Alicia, xola Google Home orqali, shu голосовой управление orqali ochish, yopish imkoniyatlari bor. Avtomatikamiz mana препятствие funksiyalari bor. Mashina turgan bo'lsa, bilmasdan bosib olsangiz, nomiga tegib to'xtashi mumkin. Bu sensor o'rnatish imkoni bo'lmagan holatlarda bo'ladi. Ko'p holatlarda marmarlar bo'ladi, sim tortish imkoniyati yo'q, xunuk bo'lmasligi uchun shu препятствие funksiyalari bor avtomatika juda kerak bo'ladi. Imkoniyati yo'qda botga qo'yishga. Mana avtomatikamiz nержавейка частьlari magnitlar bilan bemalol tekshirib ko'rish mumkin. Motor qismi bronza bo'ladi. Kranshtaynlar antikovniy metal, svarkalar, bolt gaykalar bo'lgandan keyin o'sha suv teb, zang bo'lmasligi uchun gruntovkalar sepib qo'yiladi svarka bo'lgan joylariga sifatli chiqish uchun va uzoq muddat xizmat qilishi uchun. Uch qismlari bolt gaykada qotiriladi. O'sha bolt gaykada qotirilgan joylari mana qo'ziqorin degan bolt gaykalarda chiroyli, sifatli ko'rinib, mustahkam bo'ladi, uzib olmaydi. Oddiy bolt gaykalar qo'yilmaydi bu yoqqa yoki svarka ham qilib qo'ymaymiz. Juda mustahkam qilib qoldiramiz avtomatikamizni, lampalarini ko'chaga o'rnatib beramiz.